Assalomu alaykum hammaga. Aziz obunachilarimiz, bomba qafaslarimiz tayyor bo'lgan. Mana hammasi bilan sizlarni birma-bir tanishtirib o'taman. Undan avval esa kanalimizga obuna bo'lib, o'z kommentariyalaringizni fikr ostida bildirishlaringizni so'rab qolamiz. Kabutarlar uchun maxsus tayyorlangan, temirdan tayyorlangan qafasimiz. Bu qafasimizni balandligi 210 cm, uzunligi 170, yon tomoni esa 160 sentga ega bo'lgan qafasimiz. Ichida mana gnizdolari, jami 15 ta gnizdosi mavjud. Eshiklari arka holatda bo'lgan, mana pollari mustahkam holatda. Ichiga kirsa ham bemalol odamni ko'taradigan qafasimiz. Bunisi ham mana kabutarlar uchun mo'ljallangan qafasimiz. Gnizdolari. Bunun razmerlari balandligi 260 cm, uzunligi 170, yon tomoni 160. Ichida lustra svitlarni o'rnatganmiz hamda juplaydigan xonalari bor, parlash xonalari bor. Eshiklar ham mana odam kirib chiqish uchun bemalol. Mana parlash xonasi mana alohida joylashtirganmiz va mana svitlari tungi holatda. Setkalar ham qalin setkalardan iborat bo'lgan qafasimiz. Jami 36 ta uyalari bor, gnizdolari. 70 dan ortiq kabutarlar bemalol ichida yashashi mumkin. Shifrostdan falka qog'ozlarni qo'yganmiz barchasiga. Bunisi ham kabutar ishqibozlari uchun tayyorlangan temir qafasimiz. Eshiklari mana kirib chiqish uchun keng holatda qulay qilib tayyorlangan. Portichkalari mana tepa portichkalari. Gnizdolari jami 30 ta gnizdolari mavjud. Keng holatda tayyor bo'lgan. Shifrostdan falka qog'ozlar qo'yganmiz. Mana portichkadan kirish qo'noqlari ham joylashtirilgan. Bunisi ham mana kabutarlar uchun zangdor o'zgacha rangda bo'lgan mana portichkasi mana tepa portichkalari va eshiklari. Uyalari ham mana chiroyli bo'lgan, keng holatda tayyor bo'lgan. 20 ta uyasi bor. Qulflash uchun zulflar tashlab ketilgan. Bunisi esa mana bir tomonlama qafasimiz. Uzunligi 170. Mana qulflash uchun qulflarni o'rnatganmiz, bemalol qulflash mumkin. Uyachalari esa ichida 20 dona gnizdolari mavjud. Va mana portichkalari. Bu yerdan ham kabutarlar kirib chiqish uchun portichkalarni qo'yganmiz. Va mana so'nggi qafasimiz tovuqlar uchun, parrandalar uchun mo'ljallangan. Balandligi 110 cm, yon tomoni 1 metr, uzunligi 3 metr, o'rtadan bo'lingan. Ikki xil zotni parvarish qilsa bo'ladi. O'rtadan bo'lingan mana. Eshiklari ham ikki tomonda joylashgan. Tuxumdonlari mana ichki ko'rinishlari. Aziz obunachilarimiz, barcha parranda ishqibozlariga sifatli darajadagi temir qafaslarimizni yetkazib beramiz. Murojaat uchun telefon nomerlarimiz ekran ostida. Manzilimiz Namangan viloyati Uch tumani Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Kanalimizga obuna bo'ling, eng sara yangiliklarni birgalikda kuzatib boring deb qolamiz.